Raspakovka chek ikkinchi qism. Birinchi qismini albatta profilimda ko'rishingiz mumkin. Xitoydan kelgan tovarlarimni raspakovka qilyapman. Bu shunaqa qolip, kekslar uchun o'zini qolipi. Sifati a'lo darajada kelgan. Ikkinchi narsamiz bu albatta jiyanim uchun shunaqa shirin oyoq kiyim, jetski narsalarni ham Xitoydan zo'r kачествоda zakaz qilish o'rganib olsanglar bo'ladi. Ha aytgancha, meni ismim Nigina. 7 ta davlatdan o'zini narxida zakaz qilishlarni o'rgataman. Profilimga albatta obuna bo'lib qo'ying. Bu shunaqa Hermes sumочкamiz va mana shunaqa oppoq kabluk tufli. Buni men inshaalloh to'yimga kiyaman. To'yim aytgancha yaqin kunlarda juda ham chiroyli turar ekan. Oyoq kiyimlar, kstati, Xitoyda biriga bir razmeri to'g'ri keladi. Именно shu oyoq kiyim menga kargosi bilan 140 ming, 130 ming so'mga aylandi. Bu tovarlarimning hammasi menga Xitoydan 10 kunda Easy Cargo orqali yetib keldi. Easy Cargo men uchun eng ishonchli kargo. Ishoninglar, Xitoydan zakaz qilib bo'lmaydigan narsani o'zi yo'q. Bu shunaqa bilinch qiladigan tovar. Hamma joyda xalq etilsa kerak. Qizlar, sizlar meni tushundinglar-yu. Xuddi shunaqa narsa. Endi buni nomini aytib o'tirmayman. Nu ko'rganlar tushundi. Bu videoni albatta Xitoydan tovar zakaz qilsang yaxshi kelmaydi. O'zimizdan ovur deydigan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Ha aytgancha, mana shunaqa kuponlarni ham tashlab olish kerak emas. Ulardan ham to'g'ri maqsadda foydalansa bo'ladi. Skidka qilib. Keyingisi yana jiyanimga chiroyli baletgacha shunaqa shirin, ishoninglar, kichkina lekin juda ham kачествоsi zo'r. Ha aytgancha, hozirgi vaqtda mana VIP tarif kursimga skidka ketyapti. VIP tarifda siz 7 ta davlatdan o'zini narxida birinchi qo'l bo'lib arzon va sifatli tovar zakaz qilishni o'rganib olasiz. 500 minglik kursimiz ayni hozirgi vaqtda skidkada 300 ming so'm. Keyingisi mana shunaqa Hermes sumочка. Buni kачествосini shunday videoni o'zida ko'rinib turibdi qizlar. Juda ham chiroyli va sifatli. Keyingisi imенно холодильник uchun shunaqa sut solib qo'yadigan narsa. Qizlar, Xitoyda ham обязательно sifatsiz narsalar ham bo'ladi. Lekin sifatli bilan sifatsizni ajratib to'g'ri zakaz qilishni bilsangiz, tovaringlar har doim sifatli keladi. Даже posudalar ham sinmasdan keladi. Raspakovka chek tugadi. Ha aytgancha, birinchi qismni albatta ko'ring profilimda. Menga obuna bo'lib qo'ying. Poka-poka.